Hoy, menga qarang. Ismingiz nima edi? Guli. Guli. Bilasizmi, erim ishdan kelishdan oldin mana shu bolajonlarni olib chiqib, ko'chalarni aylantirib keling. Keyin ko'cha sovuq deb darrov yetkazib olib kelmang. Ha, birpas yuringlar-da, biron soat. Yerim bilan birpas yolg'iz qoling. Tushundim. Lekin opa, Laziza gapirmasa. Keyin negadir ikkalasi ham rosa qo'rqoq bo'lib qolishgan. Menga qarang. Sizning nima ishingiz bor? Menga nima? Sizga nima? Ha, o'lib ketmaydimi? Siz bilib ishingizni qiling. Ishingiz nimaligini bilasizmi? Sizning ishingiz uylarni yig'ishtirish, supur-sudur qilish, boshqasi bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Ko'zim ko'rmadi, quloqim eshitmadi deb yuravering. Oilamizning ishlariga aralashmang. Boshida gaplashib olgandik siz bilan. Tushunarli. Ishlarni qilib bo'ldim. Endi ketaveraymi? Tushunmadim. Nima siz karmisiz? Hozirgina nima dedim? Erim ishdan kelishiga chiroyli bo'lib kutib olishim kerak. Ha, bolalarni aylantirib keling ko'chaga olib chiqib deb aytmadimmi? Ha, biron soat yurib keling. Bir 3-4 soat aylanib keling. Toza havodan nafas olinglar. Sovuq bo'lsa hech narsa qilmaydi. Shamollasa больницаga yotqizib qo'yamiz. Yolg'iz qoladi. Hozir olib chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Erim kelishiga ham ozgina qoldi. Ishini taqlatib yotganini-chi buni. O'zi shu kunlarda yoqmayapti shu xizmatkorim. Bir nimasi bor-u. Erimga ko'z olaytirsa-chi? Ha, yo'q.